O'g'limni 3 kunda sutdan chiqardim. Agar bu usulni bilmaganimda, men hali ham ismalab yotgan bo'lardim. O'g'lim kimlarnikidadir yurgan bo'lardi va nimadirlar chizib yoki yopishtirib, buni haligacha qo'rqitib yurgan bo'lardim. Bu rilsni hech kimga jo'natmang, chunki bu hayotni slishkom osonlashtirib yuboradi. Psixolog konsultant va ona sifatida bu usulni sizga to'liq aytib beraman. Birinchisi, o'zingizdan so'rash: men rostdan ham shu narsaga tayyormanmi? Ikkinchisi, menda bu uchun kuch yetadimi? Bu juda ham katta miya uchun stress. Organizm juda katta kuch sarflaydi. Emotsional darajada bolani injiqligini ko'tarish, o'zimni holatim, hammasi uchun kuchim yetadimi deb o'zingizga savol bering. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, hatto men buni birga qilardim. Chunki bu har doim ishlaydigan usul, bola bilan o'tirib gaplashish. Bolani ko'ziga qarab, to'g'ri to'polon qiladi, eshitmaydi, tushunmaydi, lekin hamma narsani anglab yetadi. Sen bilan men ish qilmoqchiman, to'g'ri, qiyin bo'ladimi? Men sen bilanman deb o'tirib gaplashasiz. Rezultati 3 kunda srazi sutdan chiqib ketadi. Bu rilsni hech kimga jo'natib qo'ymang, chunki bu hayotni osonlashtiradigan usul hisoblanadi. Kommentga yozing, siz necha yoshda farzandingizni sutdan chiqargansiz va qanaqa usullar bilan?